Assalomu alaykum. Bizning korxonamiz Toyna Fab Group kompaniyasi bilan birgalikda tashkil qilingan. 2023-yilda tashkil topgan. Bundan beri mana shu yuk mashinalarda 7 xil modelda ishlab chiqaramiz. Buni modifikatsiyasiga hisoblagan bo'lsak 17 xildan ortiq. Mahalliylashtirish dasturi doirasida mana shu 7 ta modelimizda 5 tasini kuzov qismlari o'zimizning O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti. Bu mahalliylashtirishda 31% tashkil qilyapti hozirgi kunda. Yuk ko'tarish qobiliyati 12 tonnagacha bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarayotgan bo'lsak, kelgusida mana shu 12 tonnadan yuqori bo'lgan, to 50 tonnagacha bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarish transport vositalarini buning uchun biz yangi loyihalarga qadam qo'yganmiz. Hokimiyat tomonidan, davlat tomonidan bizga juda katta yer ajratilgan. Ipak yo'li sanoat zonasidan hozir u yerda qurilishlarimiz boshlangan. 2027-yilda birinchi fazalarini qurib bitkazamiz va ishlab chiqarishni boshlaymiz. Eksportlarimiz hozirgi kunda birinchi navbatda Tojikistonga 3 xil yuk avtomobillarni ishlab chiqarib eksport qilmoqdamiz. Mana yaqinda Afg'onistonga 2 xil modeldagi transport vositalarimizni eksport qilishga muvaffaq bo'ldik.